Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun biz kartofel, ya'ni kartoshkaning siz bilgan va bilmagan foydali va zararli xislatlari haqida gaplashamiz. Kartoshka turli maqsadlarda foydalanadigan ekin. U dunyo dehqonchiligida asosiy qishloq xo'jalik ekinlari bilan bir qatorda turadi. Kartoshka muhim oziq-ovqat ekini. Uning tuganaklarida o'rtacha 75% suv va 25% quruq modda saqlanadi. Shundan 14-22 kraxmal, 3% oqsil, 1% kletchatka, 0,2-0,3% yog' va 0,8 va 1% kulni tashkil etadi. Tuganaklari vitamin C ga boy. Shuningdek, uning tarkibida vitaminlardan B1, B2, B6, A, PP, K saqlanadi. Bir sutkada 300 gram yangi tuganak iste'mol qilinganda, odam organizmi vitamin C ga bo'lgan sutkalik me'yorning yarmidan ko'prog'ini, B1 ning 10-15%ni, PP ning 15%ni, B2 va A ning 1-2%ni oladi. Kartoshkadan spirt, kraxmal, dekstrin, glyukoza, kauchuk va boshqa ko'plab mahsulotlar olinadi. Undan olingan kraxmal oziq-ovqat, to'qimachilik, qog'oz, karton, gugurt sanoatida va boshqa tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Zamonaviy texnologiyada 1 tonna tuganakdan kraxmalligi 17,5% bo'lgan 170 kilogram kraxmal, 1000 kilogram mag'iz yoki 112 litr spirt va 1,5 litr barda olinadi. Kartoshka qishloq xo'jalik hayvonlari uchun ham qimmatli ozuqa. Uning poya va barglari yaxshi silos bo'ladi. Ekinlar uchun yaxshi o'tmishdosh hamda unumdorligi past tuproqlarda o'sa oladi. Bir paykalga qayta ekishga nisbatan chidamli. Kartoshka shimolda 71%, janubda esa 46% da ekilmoqda. U tog'li mintaqalarda ham muvaffaqiyat bilan ekilmoqda. Hozirda kartoshka dunyoning hamma qit'alarida 130 mamlakatlarda ekilmoqda. Kartoshkadan 250 dan ortiq turli taomlar tayyorlanmoqda. Dunyo dehqonchiligida kartoshka 18-19 million maydonni band qiladi. O'rtacha hosildorligi 12,5-13 tonnaga. Yalpi hosil 290-295 million tonnani tashkil etadi. O'zbekistonda kartoshka 2004-yilda 54 ming maydonga ekilgan. O'rtacha hosildorligi 13-14 tonnaga, yalpi hosil 756 ming tonnani tashkil etgan. O'zbekistonda hozirda aholi jon boshiga 30 kilogram kartoshka ishlab chiqilmoqda. Kelajakda bu ko'rsatkich 50-55 kilogramga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Kartoshkaning tarixi. Madaniy kartoshkaning vatani Janubiy Amerika. Amerikaning turli mintaqalarida eramizdan 1-2 ming yil muqaddam uning turli turlari ekin sifatida o'stirilib boshlangan. Chilining o'rta qismi va Chiloy orolida kartoshkaning tetraploid turlari modellashtiriilib boshlangan. Ulardan Solanum, Ferberosum kelib chiqqan. Hozirgi paytda seleksiya ishlarida kartoshkaning 211 turidan foydalanilmoqda. Hozirda S. fuberosum turiga mansub 2000 dan ortiq nav ma'lum. Ulardan 600-800 tasi hozir keng tarqalgan.
Amerikadan Yevropaga kartoshka 16-asrning o'rtalarida keltirilgan. Keyin Ispaniyadan boshqa davlatlarga tarqalgan. O'zbekistonga kartoshka Rossiyadan keltirilgan. Hozir kartoshkaning yetishtirish texnologiyasi, seleksiya va urug'chilik bilan O'zbekiston sabzavotchilik, polischilik va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti SAMKI-TOSH-DAU shug'ullanmoqda. Kartoshkaning botanik tarifi. Kartoshka Solanum L avlodiga, ituzumdoshlar oilasiga mansub. Madaniy kartoshka Solanum furberosum. Tuganakli o'simlik N. I. Vavilov, S. M. Bukasov, S. F. Yuzepchuk ishlaridan keyin kartoshkaning yangi turlari va boshqa turlari kashf etildi. Ulardan duragaylashda, sovuqqa, fitoftoraga, rakka chidamli navlari yaratishda muvaffaqiyat bilan foydalanilmoqda. Kartoshka ko'p yillik o'simlik, ammo ekin sifatida 1 yillik tuganaklarning o'sishidan pishishigacha bir vegetatsiya davri o'tadi. Uni tuganaklaridan, tuganak qismlaridan, qalamchalardan, urug'lardan ko'paytirish mumkin. Kartoshkaning poyalari. Kartoshka tik o'sadi. Yashil yoki qizil, qo'ng'ir. Ularning rangi nav xususiyatlariga, o'stirish sharoitiga, urug'chilikka, suv ta'minotiga va boshqa omillarga bog'liq. Kech pishar navlari poyaning pastidan shoxlanadi. Tez pisharlari poyaning pastki qismidan shoxlanadi. Poyalari qovurg'ali, 3 yoki 4 qirrali turli darajada tuklangan. O'simlikning bo'yi 30-150 sm. Bitta tubda 4-8 poyalar bor. Poyalar soni hosildorlikni belgilashdagi asosiy ko'rsatkichlardan biri. Yer osti poyalari stolonning oxirida tuganaklar hosil bo'ladi. Ular erta pishar navlarda qisqa, kech pisharlarda uzun bo'ladi. Kartoshkaning barglari. Tuganaklar yoki urug'dan unib chiqqanda oddiy, keyin toqpatsimon barglar hosil bo'ladi. Barglar kuchli, o'rtacha, kuchsiz, bo'laklangan bo'lishi mumkin. Barglar poyasida spiralsimon joylashgan. Kartoshkaning gullari. To'p gulda joylashgan. Guli 5 talik tipda. Kasacha barglar qo'shilib o'sgan 5 talik tojbarglari g'ildiraksimon bo'lib qo'shilib o'sgan 5 ta tojbargdan iborat. Changchilari 5 ta, urug'chisi tumshuqcha, ustuncha, tugunchadan iborat. Kartoshka o'zidan changlanadigan o'simlik, ammo ko'pchilik navlar steril, ayrimlari esa fertil. Kartoshka mevasi 2 uyadan iborat yashil, ho'l meva. Sharsimon yoki ovalsimon. Unda solanin ko'p. Urug'lari mayda, ming urug' vazni 0,5 gram. Kartoshkaning ildiz tizimi. Tuganakdan o'stirilgan popuk. Urug'dan o'stirilganda o'q ildiz. Birlamchi stolon oldi stolon ildizlari farqlanadi. Ildizlarning 22-38% tuproq
haydalma qatlamida joylashgan. Ayrimlari 150 chuqurlikka kirib boradi. Rotmistrov VR ma'lumotlariga ko'ra, ildizlarning atrofga 50 sm tarqaladi. Ildizlar ayniqsa fosforni yaxshi yutadi.